o'zi 800 dollarga Jiguli olib, yana 800 dollarga nomer taqish kerak. Bilmadim bu yoq nima bo'ladi. Bilasizlar, biz 600-700 dollar bilan mashina sotamiz. Klientlarimiz zo'rg'a o'sha pulni tirikchilik qilaman deb pulni topib kelishyapti. 800 dollar boshlang'ich to'lov bilan mashina olaman deb, lekin yana 800 dollarga nomer taqish kerak bo'lyapti. Yo'q, qolgan o'sha nomer taqishga hozir pullari yo'q. Klientlar mashina olisha olmayapti. Bitta yaqin og'aynim 10 kun oldin Jiguli oldi 800 dollarga, hali ham nomer taqmasdan o'tiribdi. Chunki 800 dollarga olgan mashinasiga yana 800 dollarga nomer taqish kerak. Bu qanchalik to'g'ri? Agar meni fikrimga qo'shilsanglar, bitta like bosib, maksimalni bu videoni tarqatib tashlaylar. Kattaroq blogerlardan iltimos qilgan bo'lardim, mana shu masalaga befarq bo'lmasliklarini. Shaxsan o'zim 3 ta 7 nomer 3,5 million bo'lsa ham, 769 nomer 3 million 400 ming so'm bo'lsa, 100 ming so'm farqi bo'lsin, o'sha 100 ming so'm arzoniga oddiy nomer taqaman. Shunaqa odamman. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu xalqqa majburlar mana qimmat nomerlarni o'tkazishmi yoki mashina haydashni qiyinlashtirishmi tushunib bo'lmayapti. Qachon yengillashishi mumkin? Pashti 10 kun bo'lib qoldi, hozir oddiy nomer umuman sotilmayapti. Ma'lum kattaroq mashinalar taqishga sharoiti bordir, puli bordir, lekin kichkina mashina olganlar o'zi zo'rg'a 700-600 dollar boshlang'ich to'lov bilan mashina olganlar qanaqa nomer taqishi mumkin? Videoga like bosib maksimal tarqatib tashlaylar. Mana shu masalani menimcha ko'rib chiqmasak bo'lmaydi.